Assalomu alaykum do'stlar. Oldin tashlangan videoning case tahlilini boshladik. Demak, bu patsientimizda prolaktin miqdori oshgan, pituitrida gipofizda 6 millimetrli adenoma va patsientda amenorreya, ya'ni menstruatsiya siklining to'xtaganligi bu giperprolaktinemiya yoki prolaktinoma o'smasi ekanligidan dalolat beradi. Demak, prolaktinoma bu ikki holat yuzaga kelishi mumkin. Premenopauza, ya'ni menopauzadan oldingi ayollarda yuzaga kelsa va postmenopauza, menopauzadan keyingi ayollarda yuzaga kelishi mumkin. Premenopauza, ya'ni menopauzadan oldingi ayollarda oligomenoreya, amenorreya, bepushtlik, galaktoreya, ya'ni sut bezlaridan sut oqishi, isib ketishlar va suyak zichligining kamayishiga olib keladi. Menopauzadan keyingi ayollarda esa hayz sikli to'xtaganligi uchun bunaqa holatlar yuzaga kelmaydi, lekin bu bezni massa effekti, ya'ni uni atrofdagi to'qimalarga ta'siri hisobiga massa effektlar yuzaga keladi. Bosh og'rig'i, ko'ruvdagi defektlarni yuzaga keltiradi. Bilamizki, pituitridagi o'sma kattalashib ketsa, uni yonida joylashgan optik yazmani esib qo'yadi va bitemporal gemianopsiyaga olib keladi. Bu haqida oldingi keyslarda ham aytib o'tganmiz. Erkaklarda yuzaga kelsa, prolaktinoma albatta bepushtlikka olib keladi, libidoning kamayishi, impotensiya va ginekamastiyaga, ya'ni ko'krak bezlarining kattalashuviga olib keladi. Demak, laboratorikada nimani ko'ramiz? Serum prolaktin albatta oshgan bo'ladi. 200 dan oshgan bo'ladi. Va renal insufficiency'ni, TSH miqdorini tekshirib ko'rishimiz kerak. Albatta kreatinin, gipotiroidizm bo'lishi mumkin. Gipotiroidizm ham albatta quyidagi belgilarni yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun TSH va T4 tekshirib ko'rishimiz kerak va albatta pituitrini, gipofizni, MRTsini ko'rishimiz kerak. Dopamin agonistlari kabirgalin beriladi, chunki dopamin bilan prolaktin bir-biriga qarama-qarshi ta'sir ko'rsatadi, ya'ni bir-birini ingiberlaydi. Prolaktin dopamin esa prolaktinni ingiberlaydi. Agar biz dopamin agonistlarini bersak, prolaktin miqdorini kamaytirishga harakat qiladi va xirurgik aralashuv bu transsfenoidal adenektomiya, ya'ni sfenoid suyagi orqali kirib bezni olib tashlash hisoblanadi. Demak, bu patsientda pituitary adenoma bo'lgan. Bu pituitary adenomani qayerdan bildik? Chunki qonda prolaktin miqdori oshgan, ikkilamchi amenorreya yuzaga kelgan. Shuning uchun ham bu prolaktinoma degan tashxisni qo'ydik. Bilamizki, yuqori dozadagi prolaktin gonadotropin releasing gormonni supressiya qiladi. Gipotalamusdan ishlab chiqariladigan gonadotropin releasing gormon miqdori kamayishi hisobiga LH, ya'ni luteinlovchi gormon miqdori kamayadi. Luteinlovchi gormon bilamizki, estrogen miqdorini oshirib beradi. Estrogen pika chiqqanda esa ovulyatsiya yuzaga kelar edi. LH kam, shuning uchun estrogen kam, shuning uchun ham ovulyatsiya bo'lmayapti va menstruatsiya sikli amalga oshmayapti va bu gipogonadizmga olib keladi. Undan tashqari, agar bu bez adenoma non-secretory, ya'ni sekretsiya qilmaydigan bo'lganda ham giperprolaktinemiyaga sabab bo'ladi, chunki u stalkni, ya'ni gipofiz bilan gipotalamusni ulaydigan stalk bor, ya'ni infundibulum qismi, o'shani ezishi hisobiga. Undan tashqari albatta o'smalar massa effektini yuzaga keltiradi. Boshqa a'zolarni siqib qo'yish hisobiga, boshqa gipofizdagi boshqa bezlarni sekretsiya qiluvchi hujayralarni siqib qo'yish hisobiga gipopituitarizmga, ya'ni boshqa gormonlar TSH miqdorining kamayishi yoki bo'lmasam somatotrop miqdorining kamayishiga olib keladi. Undan tashqari bosh og'rig'iga va bitemporal gemianopsiyaga
olib keladi. Demak, estrogenning vazifasi, bilamizki aytdik, LH estrogen miqdorini oshirar edi. Estrogen bizda suyak massasini ta'minlaydi premenopauzal ayollarda. Agar estrogen miqdori kamayib ketadigan bo'lsa, bizda inflammatory sitokinlar, yallig'lanishni chaqiruvchi sitokinlar, interleykin 1 va tumor nekrotik faktor alfa miqdori oshadi. Va bu sitokinlar esa rankl degan Asia klassda rankl degan retseptor bor. Receptor activator of nuclear factor kappa B ligandga yopishadi. Sekretsiyasini oshiradi. Estrogenlar mana shu retseptorning sekretsiyasini oshiradi va bu retseptorlar esa osteoklastlarni aktivligini ko'paytiradi. Osteoklastlar bilamizki, suyak yemirilishi, ya'ni rezorbsiyasi uchun javobgar bo'lgan hujayralar hisoblanadi. Suyak osteoklastlar aktivlanishi hisobiga suyaklar ko'proq darajada yemiriladi, ya'ni bizda bone formation bor, bone resorption bor. Normada ikkala jarayon muvozanatda, balansda amalga oshiriladi. Estrogen miqdori kamayishi hisobiga osteoklastlar aktivlanib, bone resorption ko'payishi hisobiga suyakning zichligi, densitisi kamayadi va bu osteoporoz uchun eng katta risk faktor hisoblanadi. Shuning uchun ham bu javobda C javob, loss of bone mass, ya'ni suyak massasining kamayishi prolaktinomaning eng katta riski hisoblanadi. Endi boshqa javoblar nima uchun xato? A, B, D, E javoblar tahlil qilamiz albatta. Adenomalar, gipofizdagi adenomalar pituitary apopleksiyaga olib kelishi mumkin. Gipofiz apopleksiyasi bu pituitaryni gemorragiyasi, ya'ni qon ketishiga olib keladi. Lekin bu holatga olib kelishi uchun adenomalar juda ham katta bo'lishi kerak. Bizda adenoma 6 mm, unaqa darajada katta emas. Shuning uchun ham bu holatda pituitary apopleksiyasi yuzaga kelmaydi. B javobda bizda gastric ulcer edi. Gastric ulcer qachon kelib chiqadi? Bizda multiple endocrine neoplasma kasalliklari bor. 1, 2A, 2B. Men 1da albatta pituitary apopleksiya, pituitary adenoma bor, gipofiz o'smalari 3P edi. Pituitary adenoma, hyperparathyroidism, parathyroid hyperplasia и pankreasdagi o'smalar. Agar gastrin zaklyutsiya qiluvchi o'sma pankreasda bo'lsa, u albatta peptik ulcerga olib keladi. Zollinger-Ellison sindrom. Lekin bu patsiyentda men birda har doim giperparathyroidizm bo'ladi va hiperparathyroid ko'p ishlashi hisobiga kalsiy miqdorini oshiradi. Kalsiy miqdorini oshishi buyrakdagi toshlar formatsiyasiga olib keladi va bu simptomlar albatta laboratorikada yoki keysda aytib o'tilishi kerak edi. Giperparathyroidizm belgilari. Afsuski bu keysda giperparathyroidizm haqida hech qanaqa ma'lumot bermagan, shuning uchun ham biz men 1 deb diagnoz qo'ya olmaymiz. D javobda myocardial infarction. Estrogen, ya'ni erta menopauza bo'lgan ayollar, ya'ni 40 yoshdan oldin menopauza bo'lgan ayollarda kardiovaskulyar risk yuqori bo'ladi estrogen miqdori kamayishi hisobiga. Estrogenning trombolitik xususiyati bor, lekin bu patsiyentda 43 yoshli bu patsiyentda asosiy holat bu prolaktinoma. Prolaktinoma hisobiga estrogen miqdorining kamayishi yoshi katta ayollarda kardiovaskulyar riskga olib kelishi unclear, aniqlanmagan. Shuning uchun ham bu javobni ola olmaymiz. E javobda growth hormone secretion from somatotroph pituitary adenoma. Growth hormone sekretsiyasi, ya'ni
growth adenomadan o'sha growth hormon o'sib sekretsiyya qilinadigan bo'lsa, bu akromegaliyaga olib keladi va akromegaliya growth hormon ham bu kontrainsulyar gormon hisoblanganligi uchun insulin rezistentlikka va diabetes mellitus rivojlanishiga olib keladi. Ijobda secondary diabetes mellitus javob berilgan. Lekin bizda growth hormone secretion ko'p bo'ladiganda akromegaliyada yuzaga keladigan o'zgarishlar case'da aytilmagan. Akromegaliya o'zgarishlari bu yuz strukturalarining kattalashuvi, burunning kattalashuvi, prognatizm, mandibulaning kattalashuvi, qoshlarni oldinga chiqishi, kardiomiopatiyalar, organlarning kattalashuvi va teridagi skin taglar, karpal tunnel sindromi paylarni o'sib ketishi hisobiga artritlar, qo'llarning kattalashuvi, oyoqlarning kattalashuvi haqida hech qanaqa ma'lumot bermagan. Shuning uchun ham biz bu adenomani growth hormone secretion haqida sekretsiya qiladi deb ayta olmaymiz. Demak, giperprolaktinemiya growth gonadotropin releasing gormonni kamayishga olib keladi va u albatta LH FSH miqdorini kamaytirib, estrogen miqdorini kamayishga olib keladi. Bilamizki, estrogen suyak massasini saqlovchi asosiy moddalardan biri hisoblanadi. Shuning uchun ham estrogen miqdori kamayishi eng katta risk bo'ladi suyak massasini kamaytirilishiga. Demak, case tahlili tushunarli bo'ldi degan umiddaman. E'tiboringiz uchun rahmat.